Uzdal HTML dersiga 21 qism HTML hujjat tipi. Ya'ni bu doctype bayonot demiş. Doctype degan so'zning o'zi, doc deganning o'zi document ning qisqartirilmasi bo'lib hujjat. Type degani shu tip degan ma'noni bildirdi. Doctype bayonot orqali tor ko'rgishning turbat vujudini normal ko'rsatishga yetakchilik qilib bo'ldi. Mesela avval misol qaraydigan bo'lsak, bu bir HTML vujudning kema umum qurilmasini tashkil qilgan odatdagi kodi. Buningki eng ust qismiga doctype HTML deb, buningki hujjat tipniki HTML ekaniga aniqlik berib o'tgan. Internet dunyosida ko'plagan o'xshashmaydigan tor hujjat tiplari bor. Tor ko'rgich mushu hujjat tiplarga aniq hukm qila olsa, unda ularni texnik unumli ko'rsatib berdi. HTML ning o'xshamagan nashrlar bo'lib, buni izohlab qo'yishdir. Masalan, HTML ning nashrlari qaraydigan bo'lsak, ama e'lon qilingan vaqti bo'yicha, masalan 1991-yil HTML ning tunji nashri e'lon qilingan bo'lsa, 93-yil buningki HTML plus, ya'ni HTML qo'shilgan belgisi holatdagi ma'noda texnik yuqori darajadagi nashri mushu holatda taraqqiy qilib kelib, 2012-yil buningki HTML5, ya'ni hozir mushdan qarab yuzilyotdi. Ondan keyin XHTML5 2013-yilda e'lon qilinib, shu ko'plagan nashr uchurlari bor. Ondan keyin doctype bayonoti HTML xat kuchi emas, u faqat tor ko'rgich uchun bayonot uchuri ta'minlaydi, xolos buni bilib qolsa qoldi. Ondan keyin HTML ning nashrlarini hozir ko'rdik. Buning navbatdagi eng yangi nashri HTML5. Uning hamda shu tor ko'rgichlar jingida hamda yuksak afzallikka ma tor ko'rgich jing haqida bir qisqacha izoh bersam, shu butun tor abonentlari shu tor ko'rgichlar orqali torni ziyorat qiladigan bo'lg'achqa, bu shu tor ko'rgich yasaydigan va yoki boshqa izlashma turi yumshoq detal tuzadigan shu donliq tor texnik shirkatlar uchun bu tor ko'rgich o'zininki tor ko'rgichni shu abonentlarningki ishlatishiga tanlashi ular uchun nihoyat muhim. Shunga bu jang hozir boshlanib bo'ldi. Lekin HTML mayli qaysi tor ko'rgich bo'lishidan qat'iy nazar, shu yuksak afzallik ega hammasidan normal ko'rinaverdi. Buningki bir necha xil o'xshashmagan holatdagi bayonotni ko'ra baqsaq, doctype-niki. Masalan, XHTML 1.0 da ma'qul holatda aniqlanmagan bo'lsa, HTML 4.01, ya'ni HTML 5 dan ilgirki eng yangi nashrda ma'qul holat aniqlanmagan bo'lsa, HTML 5 da buning faqat bu HTML vujudi degan shu eng qisqa ixcham tushunish holatdagi mushkul holatda bayonot bergan.